Tushda uzuk ko'rish odatda yaxshi alomat hisoblanadi, lekin uning ta'biri uzukning turi va holatiga qarab o'zgaradi. Uzuk hokimiyat yoki mas'uliyat ramzi. Nikoh va munosabat nuqtai nazaridan turmush yoki jiddiy munosabat belgisi. Qo'lga uzuk taqish maqsadga yetishni anglatadi. Agar tushda oltin uzuk ko'rsangiz, quvonch, boylik yoki to'y xabarlaridir. Kumush uzuk poklik va halol rizqqa ishora. Qimmatbaho toshli uzuk esa obro' va yuqori maqom demakdir. Sinib qolgan uzuk munosabatlarda muammo yoki yo'qotishdir. Agar tushda o'zingiz uzuk taqsangiz, yangi mas'uliyat yoki baxtli voqeadan. Kimdir uzuk taqsa, taklif yoki sovg'adan. Uzukni yo'qotish ehtiyot bo'lish kerakligidan darak. Qadimiy ta'birlarda, jumladan Ibn Sirin asarlarida uzuk mulk va nufuz ramzi sifatida keltiriladi. Shuningdek, tushda uzuk ko'rish insonning hayotida muhim qaror arafasida turganini ham anglatishi mumkin. Ayniqsa, uzukni qo'lingizda ushlab turganingiz yoki unga qarab turganingizni ko'rsangiz, o'z oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz haqida jiddiy o'ylab yurganingizni bildiradi. Bunday tushlar insonni mas'uliyatli va ongli qaror qabul qilishga chorlaydi. G'arb psixologiyasida uzuk doiraviy shakl sababli abadiylik va uzluksizlik ramzi hisoblanadi. Ya'ni bunday tushlar insonning uzoq muddatli rejalar tuzayotgani, barqarorlikka intilgani yoki kimdir bilan chuqur bog'lanish istagi borligidan dalolat berishi mumkin. Shu bois tushda uzuk ko'rish ko'p hollarda ijobiy ma'noga ega. Ammo ta'bir qilishda tushdagi mayda tafsilotlarga e'tibor berish juda muhim. Eng asosiy mezon tushdan keyin qalbda qolgan hissiyotdir. Agar xotirjamlik bo'lsa, yaxshilikka, agar bezovtalik bo'lsa, ehtiyotkorlikka ishoradir.